Assalomu alaykum qadrdonlar akalar, yaxshimisizlar? Sog'liklar yaxshimi hammalaringga? Bundan oldingi videolar sizlarga manzur bo'lgan umiddamiz. Akalar, yangi joydan yangi videolardan olish davom etamiz. Kanalimizni kuzatib boring, yoqsa like, to'g'ri podpiska bo'lishni unutmang. Sizlar uchun xizmatdamiz. Bu videomiz sizlar uchun manfaatli bo'ladi deb umiddaman. Musofirda yurgan akalarim video solaman deb arzon material qayerda bor ekan, bizlar yurgan akalar uchun bu video bo'ladi. Akalar, sizlar uchun xizmatdamiz. Like'lar gumbulatib, podpiska bo'lishni davom eting. Qani videolarni boshlaymiz. Akalar, videolarni boshlaydi. Mana xudo xolasa bugungi yangi joyimiz, yangi videolar bo'ladi. Narx-navolar juda ham ma'qul holatda, narxlar arzon. Aytganimdek, bu joyimiz o'ta katta Terak bozor. Mana hozir akamiz chaqiramiz, xudo narxini tanishtiradi. Ahmad aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sarcham ishlar bilan aka. Yana keldi oldingizga, arzon chaqirdi, maqtashuv sizni. Shu akalarim uchun iloji boricha arzon qilib beringki, olganda ishtob orinmaydigan, xursand bo'ladigan narxlar qiling. Ishtob qimmat emas, arzon bo'lsin, ko'p bo'lsin, arzon bo'lsin aka. Nimalardan boshlaymiz Ahmad aka? Nima yangiliklar bor bugungi? Bugungi endi asosiy tomga ishlaydigan. Tomga ishlaydigan materiallarimiz. Bularımızdan boshlasak, to'sinlarimiz harimi bu? Bular xari. Harili. 4 metrli, 5 metrli menimcha. 5 metr xari. Ishlayveradi bular. Narx-navlari qanday bo'ladi? 4 metr, 5 metrlari. Bularda 50 mingdan 100 minggacha. Donasi. Metraj. Bu rekalarimiz. Shipr rekalarimiz asosiy ko'k kerak. Aha, ko'k kerak. Yo'q, 4 ga 5 rekan. Qaliligi ham yaxshi aka, ko'rib turganlarning mana. Aha. Yaxshi. Bularchi aka? Bular sarablar. Standart 4 ga 12. 4 metrli sarablar. Qarang Ahmad aka, kimdir telefon qilib, Ahmad aka menga qalinroq, masalan 5 ga 12 yo 5 ga misol 15 qilib bering desa, ilojisi bormi buni? Bor, akasiga chiqarib beradi. Akalar mana ko'rdingiz, akasiga ham chiqarib beravergan. Endi bu ham bizning standart razmerimiz 4 ga 12 bo'ladi. Bu sotuv bozordagi narxlarimiz. Endi razmeriga qarab, zakasiga qarab chiqarib berishimiz mumkin. Bu necha metrli aka? Bunisi 5 metrli. 5 metrli sarapal. Bunimiz ham 4 ga 12. Standart. Ko'rib turgan aka, mana ko'k teri, kalifor aralashmagan, xudo xolasa. Yaxshi. Bular kalta sarapal. Bu 2 metrli. Aha, 2 metrli. Bular lagan menimcha. Bu 2 metrli pluslar. Dimichkalarimiz asosiy nimalarga ishlangan? Derazalar, romlar ishlatyapsiz ishlatgan. Derazadan tepasiga qo'ygani primichkalar. Vassalarimiz bular. Bu sharxon vassal. Sharxon vassalarimiz akalar. Endi bundan buyoqda qurilishlar boshladi akalar. Sharxon vassa, kimgadir anaqa yorma vassalar bo'ladi. Buni zakasiga qarab tayyorlab berishimiz mumkin. Bitta standart bozorda endi sharxon vassa ketyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Qalinligi yana holati mana juda a'lo holatda. Kimga qancha kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Ahmad aka ham qo'llanganicha zakasiga tayyorlab beradi. Iloji bu dastlabkilar qanday bo'ladi Ahmad aka? Dastlabdan kelishamiz. Dastlab kelishilgan holatda uzoq yaqinligiga qarab yengilroq beramiz. Mana ko'rib turibsizlar, akalarja ingichka bo'lingichka emas mana. Razmer qancha qalinligi? 2 sm. Uzuni 2 metr, 2 ga 2. Yaxshi. Bularimiz qanaqa nimalar? Bu 4 metrli starablar, dumalar. 4 ga 4 metrli starabl. Naveslarga, taomlarga. Yaxshi. Bular nech pul Ahmad aka? Bular 30 ming so'm beradi. Kelishilgan holati bormi? Bor, kelishadi. Endi bizni podpischalarimizga yangi hammasi biz ham o'zimizda yangi ish boshladik. Shuning uchun aka narxlarni jo'nating, shu odamlarga ma'qul kelsin. Kimdir qimmat ekan degan kommentar yozmadi. Iloji xursand bo'lsin. Ko'rib, Ahmad aka menga buncha keladi deb telefon qilsang ilohim. O'shaning uchun yo'lda ayting, akalarimiz uchun arzon qilib bering iloji boricha. Bu qanaqa nimamiz? Uzunligi 6 metrli. Akalar 6 metrli sarapal ekan. Hammasi ko'k teri bular ham. Ko'rib turganingizdek, bular narxi necha bir Ahmad aka? Bularda 65 ming so'm beryapti. 65 ming so'mdan qilib berilyapti. Yana tushib beradigan joyi bor ekan akalar. Narigichi? Bular ham 6 metrli sarroblarimiz. Sarrob. Tomga ishlaydigan asosiy shiprda nimasi? Qo'shqari deyiladi o'sha. Qo'shqari. Bular narxi necha pul Ahmad aka? Bularda 90 ming so'm beryapti. Akalar 90 ming so'm qilib berilar ekan. Kelishilgan holati bor. Ko'k teri. Ko'k teri akalar mana. Telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa nomerini yozib qo'yaman. Bunimiz-chi, bunimiz? 5 metrli starapl. 5 metrli sarapl. Bu ham ko'k teri. Mana yo'g'onligini ko'rib bersa bir qot taydan mana tepasigadir.
Holati yaxshi. Holati yaxshi. Bular narxi nechi pul Ahmad aka? Ular 55 million beradi. 55 ming so'm berilyapti. Ha, tushib beramiz. Tushib beriladi aka, joyi yo'li bor ekan. Bularimiz necha metrli? 4 metrli. 4 metrli Hayvon to'rsinlar. hayvon to'rsin. Narxi nechi pul bularning? Ularda 60 ming beryapmiz. 60 ming. 60 mingdan tanlab oldi. Tanlab olmayapmiz. Bizda vibrik yo'q. Shu Hisobi nechta bor mana jamiyatda mana shu yerda? Mana shu yerda 150 tacha bor. Qani Ahmad aka, kimdir misol 150 ta olaman, Ahmad aka nech puldan bering desa, nech puldan berib olishingiz mumkin? Doniga. 50 mingdan qilib beraman. 50 mingdan donasiga. Donasiga qilib beraman. Kami yo'q boshqa. Yana tushib beraman. Ha. Mayli aka, yancha yo'li bor ekan, mana bitta joyga bo'lsa 100 nechta bo'lsa ham bitta ketadida, optimga arzonroq bo'ladi, donaga biroz hamma joydan qimmatroq bo'ladi. Bularimiz necha metrli aka? Ular ham 4 metrli bular. 4 metrli? Davom. Yonida 4,5 metrli. Ha, 4,5 metrli. To'g'ri. Bu akamizni pastiyan ko'k terak bo'lib, xudo kalfor aralashmagan deyapti. Ishonchi o'zi kesib, o'zi tayyorlab bu akamiz sotadi. Bular nech pul ekan Ahmad aka? 4,5 metrligimiz 90 ming payda. 90 ming. Yana ham arzonroq qiling Ahmad aka, biz akalarimiz uchun. 80 mingdan qilyapmiz. Akalar mana 80 ming so'mdan 4,5 metrli to'sinlarimiz bor. Arada 4 metr, 3 metr standart yana bor. Kelishilgan narxlar qilib berilaveradi, xudo xolasa. Mana ko'rib turganingizdek, siz izlagan hamma materialdan, razmerdan bor, xudo xolasa. Narxlar kelishilgan holatda yana qilib berilaveradi. Joyi bor ekan, tushadigan. Bularimiz Ahmad aka, bular ham o'sha 5 metrlimi? Ha. Bular 4,5 metrli yana baquvvat to'sinlar. 4,5 metrli boy to'sin dedim men buni. Bular baquvvat, alohida ajratib qo'yamiz. Yo'qlagan odamlar baquvvatroq bo'lsin deydi. Aha. Imoratga. Bularimiz nech puldan Ahmad aka? Bularni 110 mingdan qilib beryapmiz. 110 mingdan. Baquvvatlar. 100 mingdan ketaverdi Ahmad aka. Hop, 100 ming. 100 mingdan kelar mana unda baquvvat to'sinlar mana. Akamiz dangal, xudo xolasa, kesalang, xudo yuzlanga aradini yana tushib beraveradi. Bu nech metrli? 6 metrli to'sin bo'ladi. Hozir endi ko'pchilik Rossiyada yuribdik, katta solyapti-yu shunga. Aha. Mana aka musofir yurgan akalarim uchun xudo xolasa narx-navodan iloji yo'lda qilib beramiz. Mana ko'rib turganingizdek 6 metrli to'sin. Chunki Rossiyada hammasi 6 metr standart ishlatiladi. Ko'ribsizlarmi aka mana? Ko'k terak endi mana holatlari saylari ham. Ko'pi birinchi bo'y yaxshi. Birinchi bo'y. Bular nech pulda Ahmad aka? Ularda 180 mingdan beryapti. 180 mingdan donasi. Kami. Tushib beramiz. Tushib berilgan. Endi akalar sizlar uchun tortishaman, iloji boricha endi to'g'ri tushunasizlar. 180 ming deyapti, yana tushadigan joylari bor deyapti. Bularimiz stoykalar bo'lsa kerak. Ha, 3 metrli ustunlar, kashak ishlaydigan narsalarimiz. Tom yashash, tom ishlaydigan narsalar. Ha, yaxshi. Nima yangilar bor? Nima optim yana joylaringiz bor? Ha, mana. Ikki tomon qilingan, ko'pchilarni podvalli qilyapti hozir uyini. Aha. 4 metr, 5 metr ikki tomon. Garajlar tepasiga nimalar bo'lishi mumkin, ha? 5 metrli, 4 metrli. Aha, 4 metr, 5 metr, 3 metrli. Mana razmerlarni ko'ringlar. Qalin nechi? Qalini standart 12. 12 ga 6, 12 5, 4 razmer hammasi bor, ha? Bor. Xohlagan hammasidan bor. Bular nech puldan Ahmad aka? 5 metrligini 130 ming beryapmiz. 130 ming. Ha, 4 metrligini 100 ming beryapmiz. 90 mingdan. Ha, 90 mingdan. Shu beramiz. 5 metrli. 5 metrligini 120 ming qilib beramiz. 120 ming qilib beraman. Mana ko'rdim akalar narxlar tushib, xudo xolasa. Qilingan qiynalmaydi, patol o'qigani ham. Endi baribir Ahmad aka yonini archib olish kerak, chunki bizda mana Kitob anaqa ko'klarligi birinchiligi uchun ishlangan. bu omad chestni ish bo'libdi. Chunki archimasida baribir havo kirmadi, yog'och ham chiriydi. Shuning uchun kimda kim olsa, yog'ni archib qo'yishni tavsiya bergan bo'lardim, chunki havo kirish kerak, yog'ochni o'zi ichiga ham. Mana ko'rib turgandek akalar, mana shu hammasi, mana xudo xolasa Ahmad akaning tegishli joyi, do'koni ikkinchisi. Xudo hamma materialni topishingiz mumkin akalar. Kelasizlar, yuzimni ko'rishib, narx-navo ustida gaplashib, yana bir yo'llari boshqasi bo'lsa kelishib, xudo xolasa akamning iloji boricha uzoq yaqinga qarab dastlabki yetkazib beraman deyapti. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa akamiz kelishib, yuzga xudo xolasa yetkazib beradi, kelishilgan holatda dastlabkilarda ham xudo xolasa orintirmaydi, xursand bo'ladi hamma. Xudo xolasa akalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, podpiska bo'lish va like bosishni unutmang. Salomat bo'ling, omon.